Rasulullohdan bir hadis bor. Kim Allohdan qo'rqsa, undan hamma narsa qo'rqadi, haqiqat. Kim Allohdan boshqa narsadan qo'rqsa, Alloh hamma narsadan uni qo'rqadigan qilib qo'yadi. Allohga bo'lgan qo'rquvimiz chiroyli bo'lsa, Alloh o'zi haybat beradi, birovning qalbiga o'zi salobatni berib qo'yadi. Allohdan boshqa narsadan qo'rqish hamma narsadan qo'rqadigan bo'lib qoladi o'sha odam. Chumchuq shir etsa yuragi pirillab ketadi. Allohga bo'lgan qo'rquv azizlar insonni qalbini ravshan qiladi. Allohdan boshqa narsadan qo'rquv insonni kasal qiladi. Qand kasali bo'lib qoladi. Ishidan ketib qolishdan qo'rqsa, pulini kamayib qolishidan qo'rqsa, mansabidan mahrum bo'lishidan qo'rqsa, kasal bo'lib qoladi. Allohdan boshqa narsadan qo'rquv insonni kasal qiladi. Qon bosimi bo'ladi, qand kasali bo'ladi. Allohga bo'lgan qo'rquv insonni qalbini ravshan qiladi.